alaykum hammaga. Bizda yangi teatr boshlandi, Egeyskiy mo'ri. 4 komanda qarshi o'sha sanab tayyorgarlik qilib qo'yilgan. Balla onasi emas 500 million, 600 million bor. Bolalarga Cerebro 2 desam, Cerebro 1 degan bu yo'q. Keyin bir qarab ko'rsam, Poli Cerebro 1 debdi. Dushman komandalarida 600 millionliklar ham bordi. Ujus. Mana hozir qarab ko'rsanglar, bu yerda bittasi turibdi mana. 478 tushib qoldi. O'zi 550 deb yozib qo'ydi. Kuni bolalarga ham ko'rsatdim. Xo'sh, keyin yana bittasi bor. Mana 504. 504 bu ham 445 ekan. Bizda ham 500 millionlik bor. Lekin uni ko'rmayman, to'g'risini aytsam bor. Qayerda yuribdi? Qani? Qani mana bu Alfa Omega deganimidi? Qayerga ketib qoldi bu? Kartada topaylikchi, endi qayerga ketib qoldi, qiziq. No one. Qayerga uchdi ekan endi u? Ning Wolf. Graf. Comic. Bu ham shu 350-400 millionlik bazalar. Endi ani bittasi bor, cho't topolmayman uni. Uchirishgan bo'lishi mumkin emas uni. Xo'sh, uchirishgan bo'lishi mumkin emas. Xo'sh, keyin yana nimalar bor yana? Hozir bu yerda yo'q ekan, короче. Qayerga yo'q qoldi. Mana bu yerda turibdi, mana Anonymous mana. 464 ga tushib qoldi. Bu 500 millionlik turuvdi. Bizning ham kuchimiz yaxshi ko'tarilib ketdi. Xullas. Batafsil obzorni keyinroq qilaman. Biz dushman zonasiga qarab ketamiz. Dushmanlarni qamab qo'ydik bazasining ichiga. Davomini olamiz. Qo'ng'iroq qilib qolishdi. Dushman yaxshi hujumga qilyapti, lekin hamma bazasi emas. Maksimum birdaniga 500 millionlik bazani bir ikkitasi hujum qilyapti, ikkita, uchtasi. Hozir nechta bor ekan, ko'rib beraman sizlarga. Qani komandasida kim asosiy hujum qilayotganlar? Xo'sh, Snake hujum qilyapti, Sanguy hujum qildi. Man qolganlarini uncha ko'rmadim. Komanda mana bunaqa bo'lib yotibdi. Asosiy shular hujum qilyapti. Xo'sh, keyin mana bu yoqda Pxak degan alyans bor ekan mana. Bular kontrnastupleniya qilishyaptimi? Kontrnastupleniya qilishyapti mana endi. Qurib ketyapti endi. Chunki bular hozir rul alyansi mana bu yoqda ovora bo'lib qolishdi ozgina. Ularning bazalarini o'sha chapdagi FRKning bazasini urishdi. Mana bu yoqda ozgina qolib ketishdi pasroqdan. Bittasiga mana bu yoqdan shtab qurmoqchi edi. Dushman anaqasi qishloqlari bu yoqqa qurisholmadi keyin. Hozir kontrnastupleniya egallashmoqchi. Ikkita mayakni olib olishdi bular ham. Soyuznik yana bitta. Narsalar qursalar daxil egallab почти. Mowgli degan alyans ekan. Mowgli deb ataymiz mana shuni. Xo'sh, bular ham yaxshi, ancha save zonasining ichidan chiqib qurilishi darsi olib ketdi. XR2 ga o'sha qurmoqchi ekan. Endi bu yoqda hozir to'xtab qoldi. Mana bu yoqdan dushman urush bo'lyapti hozir. Bittasiga bazasini uchirishibdi. Bazasini zonani tiklab qilmoqchi edi. Uzishyapti. Xo'sh, XR2 mana qancha joyni egallayapti. Mana bu yoqqacha kelib oldi. Biz yordam berdik ularga. Bu yerdan ularni chiqarib olish uchun. Lekin mana shu alyans Chexoslovakiya ham, Chexiya ham shu alyansi shtabni
1,5 sutka qo'yishdi voruliga. Birinchi kun soat 7dan boshlandi shtab qo'yish. Ertasi kuni qaraganda birinchi kun bitta odam edi. Ertasi kuni qaraganda 7 ta ekan, 7-8 ta bo'lishibdi. Ichida fermer va bazalar ham bor, ya'ni fermer degan hali bola bazalar bor. Chunki kuchaytirilmaganda ikkinchi kunni yarmida qurib bo'lishdi. Bu zonasini qurib yana yoqib dalish egallab ketishyapti. Bu mayakni ham olishmoqchi shekilli bular. Bizda ham kontrol 2 ta mayak mana. Bizlar shu 500 millionliklar kelib qurilishga turib olishdi-da, o'sha orada uncha qurilish qila olmay qoldik. Masalan, men u oralikda men bu yoqqa yopib qo'yishni dostuplarni 500 millionliklarni qiyin bo'ldi sinisi qilish ularda. Hech kimda unaqa hamma asosiy bunaqada vertolyot MB tank shunaqa narsalar bor ekan. Artilleriya problema bo'lgani hozir alyansda, mana shu alyansda artilleriyamiz unaqa ko'p emas ekan artilleriya bolalarda. O'zlari aytishyapti bular. Bizlar artilleriyada o'ynamaymiz, menga artilleriya qiziq emas yig'ish. Bu endi bor havaskorga yig'ib qo'ygan. Proto tankini yaxshi yig'ib qo'yishgan, lekin artilleriya kelganda sal muammo bo'lib turibdi. Mana shunaqa narsalar qilingan. Xullas. Shunaqa narsalar endi. Kil bo'lib turibdi, javnaqa lekin chunki aytaman 500 million bazani kil qilib bo'lmayapti. Flotlarini ham full donatorlar desam bo'lar ekan ular. Donat o'ynaydiganlar bo'lsa kerak, chunki narsalarni full qilib tashlagan polностью mana kemasi masalan, uchala kemasi ham deylik, va uchala kemasi ham 20 millionlik edi anaqada kema. Mening hozir masalan ko'kma qizil mana kema 14 millionlik bo'lsa, bunda 21 turibdi. 21 turibdi. Keyingisi ham 21 turibdi, eng oxirgisida 20 turibdi. Kuch mana bo'yicha. Pastdagi mamunga qo'ygan uchinchisiga rosa kuchli. Anaqa ofitserlar ham zo'r taxlangan, chunki pulni full qilingan ular. Xo'sh, men o'zimdagi oxirgi yangiliklar, men hozir ko'rayotgan bo'lsanglar, vertolyot bilan artilleriyani joyini o'zgartirdim. Menga asosiy kuch vertolyot bo'lgan uchun artilleriyani hozir 3-o'ringa qo'ydim va bu yoqda yangiliklardan yaxshi istaganimsa sovetskiy arta yig'yapman. Zapasimga ba'zan ichiga qo'yib qo'ygan urgani. Bu yoqdan MB tank yig'ib ko'rmoqchiman. Nemetskiy MB tank Leopard qilib. Xo'sh. Boshqa yangiliklar yo'q. Yangiliklar bo'lib tursa yozib turaman, aytib turaman. Bizning Telegram kanalimiz bor. Barpatx.uz degan qo'shilinglar. Yangilar bo'lsa, yangiliklar, videolarni tashab yozib turamiz o'shda. Kursinglar bo'ladi, bemalol kirib, mayli sog' bo'linglar.